qo'ygan atrofimga juda ham ko'pchilik o'sha bolasi maktabga boradiganlar hammasi qo'lini ko'tarib yozib ketishibdi. Sizlar bilan birgalikda o'sha tolaga aynan mana men bu karandash ishlataman ancha yillardan beri, mana shu fabrika kirganimdan beri juda ham zo'r effekt bor. Shuning uchun mana shu kiyimimizni ham qo'llab olib, mana shu karandashni surib, 1,5 soat uzoq va 1 soatga qo'yib qo'ysak, o'sha hamma dog'lari ketadi. Yo'q, ba'zi bolasi maktabga ketganlar bilishadi. Hamma bola ham akkuratniy bo'lib kiyim ehtiyotlar qilmaydi. To'g'ri sho'x bolalar. Shuning uchun bunaqa muammo ko'pchilikda bo'ladi o'ylayman. Siz qilib qo'yamiz. Mana hozir soat 49 minut o'tibdi. Yarim soatdan oshib ketibdi. Mana boyagina buyolari bunaqa qilinmagan, ishqalanmagan edi. Men boydoga surgan joyim mana ketibdi. Mana ozgina qolibdi. Har holda ketgan, qolganini endi kir mashinaga yuvganimizda ketaveradi. Mana bu yashil ruchkasi bor edi, yo'q mana qolmagan, hech qayerda yo'q. Xullas, sizlarga ham tavsiya qilaman. Albatta olib ishlatib ko'ringlar. Bitta mash olganinglar ancha vaqt ketadi. Mana bu dadamda ochib turib ishlatib turasizlar yana. Zo'r narsa, hammaga tavsiya qilaman.